Bepulga drabilka olmoqchimiz. Mana shu videomizga 5 ta like yig'ilsa akalar, bitta drabilkani bepulga beramiz aka. agar sizga kerak bo'lsa, kimgadir kerak shu narsa, kommentariyada aniqlaymiz. Qancha ko'p kommentariy yozilishi, shuncha narxlar arzon bo'ladi va sizlarda yuqish ehtimollar ko'p bo'ladi. Akalar, qo'llab-quvvatlab qolishga bo'layotgan akalardan Alloh rozi bo'lsin. Hattoki 1000 ta like yig'ilsa, ikkita drabilkani beramiz. Xalqimizga bo'lsin, xalqimizga 3000 ta like bo'lsa, 3 ta drabilkani bepulga beriladi. agar 5000 ta like bo'lsa-chi? Aka 5000 ta like, agar 5000 ta like bo'lib ketadigan bo'lsa aka, 10 ta drabilkani bepulga beramiz. Dastlabkilari Omonjon o'zidan qilib beriladi. Aloqaga chiqishaveradi. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorvadorlar. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod Ulug' universitet birinchi yoshda ishlab chiqargan drabilkalarni ko'rsatamiz. Xalq bob, hamma bob, cho'nta bob, narxlari ham barcha ishlab chiqarayotganlarga solishtirib ko'raverasizlar. Usta akamizga bizning mehnatni qo'llab-quvvatlagan holatda bir dona like tumanab bosib so'rab qolamiz. Like shu videoni ko'proq ko'rish uchun kerak xolos. Sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Va biz yana ko'rib turgan insonlar bo'lsa, ekran ostidagi podpisatsiya degan yozuvni bosib qo'yinglar. Shunda biz kirgizib borayotgan video davomida sizlarga muntazam SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugun Omonjon bilan birgalikda bir qator arzonlar qilamiz. Akalar, video davomida oxirigacha ko'rsangiz, hattoki bepulga to'lov qilib turib, bepulga drabilkalar ham beramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasur aka, yaxshimisiz? Alloh yaxshimiz. Xudoga shukr. Ishda bo'lyaptimi? Xudoga shukr. Kevolik. Yana xalqimizga drabilka narxlarini tanishtirsangiz, narxlarda qanaqa o'zgarish bor, sifatlarda qanaqa o'zgarish bor, bir qator ko'rsatsangiz. Xudo xolasa, bu safargi videomizda ham sifati, ham narxi tomonlama, xudo xolasa chiroyli qilib avzorni qilib beramiz. Ha, bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib, avval narx, keyin sifat bo'lsak. Nechtadan nechgacha drabilkalarimiz bor? Xo'p. 1.800.000 so'mdan boshlab, 1.800.000 so'mdan boshlab 2.600.000 so'mgacha apparatimiz bor. Bor. Ha. Xoh 1.800.000 zakaz qilsan, xoh 2 million zakaz qilsan, xoh 2.300.000, 2.600.000. Tanlovga qarab sifatli, chiroyli mahsulotlarimiz yetib boraveradi. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkalari doimgidek kelishilgan holatda masofaga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. O'zgarib boradi. Hop, chiqayotgan narxlar shu joyimizdagi narxlar bo'lar ekan, demak. Albatta, joyimizda chiqayotgan narxlar bo'ladi. Birinchi bo'lib eng ro'zg'orbobidan ko'rsating, qaysi biri? Xo'p, birinchi o'rinda, xo'p, endi hozirda bizda masalan o'sha 2 million so'mlik apparatimizdan boshlanib ketadi. Hozir bu 4 kilovatlik Jasur. 4 kilovat. Titan 4 kilovatlik. Bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana. Mana 4 kilovatli Titan motor. 4 kilovatligi. Xo'p, o'zida o'sha zashnilari bo'ladi. To'pli datchik deyiladi, akalar bu. Qizsa, netsa, nagruska kelsa o'chadi. Motori o'zini himoya qiladi. Ha, o'zini o'zi himoya qilib oladi, bemalol to'kni ko'rsatib turadi. Ha, voltmetrlar o'zida motorda. Endi juda ko'p xonadonda masalan to'k bas, hozir bu alyuminli variant. 4 kilovatli alyumin varianti. Buni narxi 2 million so'm qo'yib kelyapmiz. Hop, 2 million so'm. Ma'lumot o'rnida mana drabilka hampasi bir xil. Faqat motoriga qarab turib narxlar o'zgaradi xolos. Qolgan joylari, setkalari, tishlari deyarli bir xil bo'ladi, deyarli. Albatta. Davom etamiz. Xo'p. Buni bitta pichog'ini ko'rsataylik. 2 million so'mlik apparatimizga qaysidan qo'yamiz? Qaysidan? Pichog'i o'sha germanskiy kuydirilgan qalin pichoqdan qo'yiladi. Qalin pichoqdan. Xo'p, buni tishi 18 talik, 20 talik bo'ladi. Xo'p, buniki o'sha yengil maxaviy bo'ladi. Motori o'sha 4 kilovatlik qo'yib beramiz. Buni narxi 2 million so'm. Ha, endi mashina 3 kilovatligi bor. 3 kilovatligi ham bori tugab qolib 1.800.000 so'm chiqaveradi. Ha, bundan kichikroq motorlar ham bormi yoki kichigi shumi? Yo'q, bundan kichikroq motorimiz ham bor. Bitta ko'rsataylik, tamam, hozir men olaman. Qaysi motor? Mana. Mana shu motormi? Naqd qilib qo'ysak mana. 3 kilovatli motor. 3 kilovatli motor. 3 kilovatli motor, bunisi o'sha 1.800.000 so'm chiqadi. 1.800.000 so'm. 1.800.000 3 kilovatli. Bu 4 kilovatlik 2 million so'm. 2 million so'm. Pichoqlari shundan bo'ladi. Keyin ma'lumotda akalar, mana pichoqlari bor-ku. Tutilgan pichoqlar bular borgansa o'zini o'zi o'tkirlab borash xususiyatiga ega. Albatta. Sinmaydi. Qancha ko'rsatgandan o'tkirlanib bolaveradi. Shunday. Hop, bu motorimiz qanaqa motor, nima deyiladi? Bunisi o'sha Samara degan motorimiz, Samara. Hop, bu 6.5 lik. Bularda o'sha 6.5 kilovatligi. Hop, bunga ham o'sha hop
bu pichog'imizdan qo'yib beramiz. Yengil pichog'imizdan qo'yib beramiz. 6,5 kilovatli. Buni narxi 2 million 200 ming so'm. Joyimizdagi narx. Ha, 2 million 200 ming so'm. Xo'p, endi hali nomerading, motorlari baquvvat bo'lsin, menga zo'r bo'lsin deganlarga hali nima desa bo'ladi? Puli arzon, hali nima desa bo'ladi? Apparat zo'r bo'lsin, pulini farqi yo'q deganlarga, akalarga Titan motorimiz 6,5 kilovatlik. Bu alyuminiymi, mismi hozir? Alyumin variant. Alyumin variant. Endi pichog'i ham yaqinlashib o'tasizlar mana. qalinligini qarang, zavodda bu. Ha, maxaviy, ular quyma maxaviy deyiladi akalar. Deyarli svarga urilmagan, hammasi ruchnoy terilgan, qo'lda teriladi. Buni bitta-bitta akalar bo'lkaga qatirishadi buni. Bitta-bitta bo'lkaga qatirishadi, mana ko'rasizlarmi? Svarga urilgani yo'q. Qo'l mehnati ham bor bu yerda. U bolachani ko'rsatib qo'ying-da. Ashi bolacha mashina teradi. Ashi bolacha teradi. Ashi kichkina bolaning ham mehnati bor-da bu yerda. Teradi bitta-bitta mana zo'r holatda. Xo'p, o'sha pichoqlari kuydirilgan o'zini-o'zi o'tkirlaydi. Mana borgan sari o'tkirlanib boraveradi. Og'irligi ham anchagina og'ir. Borda bir 12-13 kilogramm kamida. 10 kiloga yaqin. 10 kiloga yaqin. 10 kiloga yaqin. Buni o'sha pichoqlarni ham 2 qavatli divayno suvarga tegmagan holatda bo'ladi. Xo'p, endi bunga Titan motor 6,5 ligidan qo'yib beramiz. 6,5 lik o'sha Titan motorimizdan qo'yib beramiz. Xo'p, endi o'zida buni ham o'sha zashniy bo'ladi. Qizsa, nesa, nagruska kelsa o'chadi. To'playdachiklari bor. Ha, to'kni ko'rsatadi. Mana, to'k. Hozir 215. 215 215 aka. Zo'r. Qarang. O'zi dramikamiz qancha tokgacha ishlaydi? Eng past va eng balandi. Hozir agar xonadonda tok past bo'ladigan bo'lsa, alyumin motor tavsiya qilamiz. Alyumin motor hozir mana shu alyumin motorimiz Titan 6,5 lik. Mashina 160 tokgacha berilyapti. 160 voltgacha ishlaydi. Yuqorisi ketaveradi 260 mi ketaveradi. 160 tokgacha mana shu motorimiz berilyapti. Tok tanlamas ekan. Tok tanlamaydi. Endi juda ko'pchilik so'rayapti, o'zi aslida deyapti, mis bilan alyuminda nima farqi bor deyapti. Hozirgi kunda alyumin ham mis ham bir xil bo'lib qoldi. Hali qo'pol qilib aytganda odamning miyasiga mis yaxshi deb quyilib qoldi xolos bitta. Lekin mis ham alyumin ham bir xilda ishlayapti. Teng bo'lib alyumin yaxshi ishlayapti. Sabab past tokga ishlayapti. Keyingi anaqasi pulida farq qiladi. Pulida o'sha 200 ming so'm, 250 ming so'm farq qiladi. Bu alyumin motor ham hozir masalan moshina ishlab kelyapti. Ko'p joyda masalan o'zi xonadonni montajda ham o'zi alyumin bo'lib ketdi-da. Xo'p, buni o'sha zavod maxaviydan qo'yib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 2 million 400 ming so'm chiqarib beramiz. O'sha kilogrammi og'iri. Bu o'sha 21 kiloligi bo'lsa, bu 23 kilolik kilogrammi og'ir motor. Xo'p, mis motorimiz ham xuddi shunday. Mis motorimiz ham 2 xili bor. 23 kiloligi bor, 26 kiloligi bor. Bu 26 kiloligi hop, buni narxi 2,5 million so'm. 23 kiloligi 2 million 300 ming so'm. Bunga ham o'sha zavod maxaviy qo'yib beramiz. Bir xil. O'sha 23 kiloligi desa 2 million 300 ming so'm chiqaveradi mis motorimiz ham. Lekin bu 26 kiloligi o'shancha qimmatroq. Xo'p, korpuslarga o'tamiz endi. Korpuslarga o'tadigan bo'lsak, salmonlardan bemalol joydan berdi. Mana. Yo'ldagi bor. Masofadan o'zi olib borib o'tadi. Korpuslari o'sha kattalashgan varianti 54 ga 54. Keyin chiqishi ham o'sha 35. 35 ligi. Xo'p, o'zida havo to'sqichi bor. Har bitta apparatimizda betga chang urmaydi. Havo to'sqichi bor. Xo'p, keyin zaslonka qoplog'i. Zaslonka qoplog'i. Hop, sotali bug'doylarni ochib yopgani. O'sha zaslonkasi batdan sotali makka. Buni olib qo'yadi, o't mahsulotlar ketaveradi. Materiallariga keladigan bo'lsa, yangi materialdan qo'yiladi. Yangi. Konteyner mahsulot ishlatilmaydi. Hamma joyi yangi material bo'ladi. List. Keyin har bitta apparatimizni tumshug'iga, pastga, yonboshga qaratilgan tumshug'i bor. Kipkasi deyiladi. Zaqqot bormaydi. Xo'p, keyin masofadan masofaga yetalab yurgani balonchasi bor. Xo'p, apparatimiz o'zida qo'shimcha, bunisi yo'q ekan, mana bunisi bor ekan.
avtomat qo'yib beriladi. O'zini zashnigidan tashqari avtomat bo'ladi har bitta apparatimizda. Shu joyda o'zi yoqib ishlatib o'chiraveradi. Shunday. Plus akalar setkalari ham bor. Naborda 4 xil setka bo'ladi. Setka apparatda. setkasini bitta ko'rsataylik-da. Ha? Setkasi o'sha mol bopi, xo'p, qo'y bopi, xo'p, yorma, kepay holatga keladi. Endi buni nasatga tushishini bitta ko'rsataylik-da. Setka tushishlari. Akalar. Nasatga tushishi mana. Bo'ldi. Osongina. Bir Osongina. degana olasiz, bir degana solasiz. Almashtirib chiqarib solsa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bor. Bemalol ayol kishi ham, yosh bola ham almashtiraveradi. Endi juda ko'pchilik so'rashyapti, nimaga hampasini kurchoy qilmagansizlar? Kurchoy qilmaganimiz sababi, hop, yonidan don chatishi ham mumkin, keyin kurchoy qilingandan keyin setkasi ichidan tushadi. Ichidan tushgandan keyin bu 3,5 ming, 3 ming оборотda aylanganda jicha xavfliroq holatga kelib qoladi. Bunda hech qanaqa yurayotgan holatda ham, ishlayotgan holatda ham bemalol almashtirib chiqarsa bo'ladi. Omajon? Ha. Bir qator dravlikalarimiz ko'rsatdik. Yana u ishlashi bilan ko'rsatib beraylik. Bo'ldi, ishlashini bir qator ko'rsataylik. Keyin yana bitta foydali narsamiz bor. Uni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Hop. Xo'p. Palatkamiz. Aha. Hop. Kimgadir zarur bo'lsa, palatkamiz apparatni changishini oldini oladi. Changiyotgan holatda, masalan, changga allergiyasi bor, yo bo'lmasam uyim chang bo'lib ketyapti deganlarga palatkamiz bor. Buni oddiy o'sha apparatimizga suqib qo'yiladi. Ulanadi. Mana. Mana shu holatda ishlatilaveradi. Buni ichi nima deyishyapti? Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ichi oddiy o'sha paletin turbadan qilingan, o'sha hali santexnik paletin turbalardan qilingan. Agar o'zlari yaxshilab bir e'tiborli bilan qarasa, bemalol o'zlari ham yasab olsa bo'ladi. Oddiy narsa. Hop, sotib olamiz deyishadigan bo'lsa, apparat bilan birga oladigan bo'lsa 300 ming so'm, alohida sotib oladigan bo'lsa 350 ming so'm chiqadi. O'zini yakkosi. Ha. Endi hozir mana shu palatkamizda bitta apparatimizdan bo'lmasam mahsulotlarimizni chiqarib ko'rsatib beraylik. Xo'p bo'ladi. Qo'l o'tni ham chiqaradimi deganlarga. Yangisidan. Qancha? Qo'l o'tni ham. Chiqar mahsulot. To'xtab turing. Endi somon chiqarib beramiz. Tashing somonni. Tashing. Ha, mayda setkadami? Xo'p bo'ladi. Akalar mayin setka chiqaryapmiz. Qo'y bob setka. Chiqar mahsulot. Güzel mayın bu tutuyor. Ha? Ha ho'l o'timi. Bu somon. Ho'l o'timiz sayda qolib ketdi, shilja suragan. Mana ho'l o'timiz. Mana. Oqo suvini chiqarib yuboribdi-yu. Ha, mana da. O'tdi. Qarang. Shu darajada chiqarib beradi u. Mana. Shu ikkalasini aralashtirib beraverar ekan, shunaqa qilib, tayyor omoqda yemagan. Aralashtirib beraveradi. Ne gap yo'q. Xo'p, endi poyamizni chiqarib beringlar. Sotasi bilan poyamiz bor. Xo'p bo'ladi. Sinab qo'yamiz. Ha. Bunga
Sotasi bilan dedingizmi? Aha, sotasi bilan ketadi. Oling. Qo'yamiz. Bismillah. Ya. Hop, bu to'xtagungacha bunisi ko'rsataylik. Omajon, Gaba, bundan nima chiqarib beramiz? bug'doydimi? Aha. Bug'doyni chiqarib beramiz. Bug'doy chiqaramiz va mana shunaqa sotali makkalar chiqarib beramiz akalar. Mana shunaqa sotali makkalar chiqadimi, chiqaralım deganlarga bugun Qani birinchi bug'doyimizni chiqarib beramiz bo'lsa. Xo'p bo'ladi. Qani ketdi. Yo'q. Ketdi. Yo'q. Ketdi. Tortishlari. Qarasa. Bo'ldi, endi sotalik chiqaraylik. Sotaliydimi? Akalar ko'ringlar. Ichida mahsulot ozgina chiqib qolsin Jasur aka. Bu maysa yetkazib turibdi. Hozir mana shunaqa sotalikni chiqarib beramiz. Bular chiqaryapti. Qarang. Ketgan almashishiga e'tibor beringlar. Bug'doyimizni bitta ko'rsatib qo'yaylik, tagida qolib ketib qolmasin. Bu ana yumshagidan olsangiz bo'lar ekan, sal to'xtagan bor. Olingda. Ha, shu bug'doyni kepak holatiga keltirib beradi. Shunday. Zo'r. Xo'p. Endi Sotali makkamizni setgan olishini ko'rdingizmi? Ketdi. Yo'qinchi. qani ketdi. Bismillah. Akalar o'zim tashlab ko'rsataman. Ketdi. Qachon olinadi? Zo'r. Ha. Mana qara akalar. Ha, bu yanch tashladi-yu. Oling. Aka, mana. Maka jo'xorimni sotasi qani? Mana, imkon. Sotasi mana Jasur aka. Maydalayverdi. Maydalayverdi, uqalaverdi. Mana shu holatda keladi. Hurmatli obunachi, mana sizlarga ishlashda bir qator ma'lumotlar berdik. Telefon qilaverasizlar, xudo xohlasa O'zbekistonda dastavka bor, qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga chegaraga javob orttirib beramiz. Xudo xohlasa aloqa ochib qo'yasizlar. Telefon qilishaversin-a. Aloqaga chiqishaversin, xohlasa chiroyli qilib beramiz.